O'zbekiston Portugaliya o'yini yakuniga yetdi. Afsuski 5-0 ga yutqizdik. Lekin shunga qaramasdan o'yinchilar qodir bo'lishganigacha o'ynab berishdi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Tajribasizlik pand berdi desak ham bo'ladi. Kuchli raqibga yutqizdik. Lekin bu shunchaki dunyo o'yini. Asosiy muammo shundaki, biz 11 ta yigitni yugurishini g'urur yoki vatan sharafini himoya qilish deb bildik. Haqiqiy g'urur va haqiqiy g'alaba zulmga qarshi turish yoki mazlumga yordam berishda emasmidi? Agarda futbolchilarimiz yutsin deb ro'za tutib, duolar qilishga, ehsonlar qilishga targ'ib qilganchalik, shu 90 daqiqa davomida futbolchilarni kuzatganimizdek diqqat va hayajon bilan ummatni bugungi kundagi dardini kuzatib va u dardiga malham bo'lganimizda Sharqiy Turkistondagi mazlumalarni qutqargan bo'lardi. Falastindagi jajji go'dayalardan tortib, erkak va ayol yoshi kattaligacha yahudlar tomonidan bombalanib o'ldirilmagan bo'lardi. Jahon chempionatiga chiqish bo'lsa, bu dunyoviy muvaffaqiyat xolos. Yutqizganimiz fojia emas. Asl fojia musulmon birodaringiz dardi sizga begona bo'lib qolganidir. Dinimizda chiroyli bir gap bor. Musulmonlar qo'l bilan ko'z kabidir. Qo'l og'risa, ko'z yig'laydi, ko'z yig'lasa, qo'l uni yoshini artadi. Bugun futboldagi mag'lubiyat tufayli ba'zilarimizning ko'zlarimiz yoshlangan va qalbimiz siqilgan. Lekin shu tanani bir qismi bo'lgan boshqa chekkadagi falastinlik, sharqiy turkistonlik, sudanlik birodarlarimizning jonlari og'riyotganda nimaga bizning ko'zlarimiz yoshlanmayapti? Alloh taolo zolimlarga o'zi kifoya qilsin va bizlarni mazlumlarga yordam beruvchilardan qilsin.